analizi haqiqatdan juda ham dolzarb. Sizlar bilan demak Toshkent davlat tibbiyot universitetining allergologiya kafedrasida assistent allergiya sentrida bolalar bo'limida allergolog, immunolog shifokor bo'lib ishlayman. To'rayev Nodirbek Taerjanovich. Endi dori allergiyasiga kirishdan oldin mana o'ng tarafda ko'rib turmiz holatini, ancha bemorlarda og'ir holatlarga olib kelishi. Bu haqida ko'pchilikda ma'lumot bor, lekin men aynan ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam Roy Patterson bilan Richard Disworthni fikrlari. Har bir shifokor dorini nojo'ya ta'sirini bilishi kerak degan gaplari. Chunki biza baribir nafaqat allergologiya, boshqa terapevtik yo'nalishida ishlayotganda, albatta dorilarni qo'llayotganda ularni nojo'ya ta'sirlarini bilishimiz kerak. Bemor 3 tadan ortiq har xil guruhli doridan allergiya bor desa, bu allergiya emasligi haqida o'ylab ko'rish kerak. Mana shu gap o'zi juda ham muhim nuqta. Bizga bemorlar keladi, u doridan bor, bu doridan bor, u doridan bor, o'tirib sanab chiqsangiz hamma doridan allergiyasi bo'ladi. Har doim bilib olishimiz kerak, bir xil guruhga kirmaydigan, boshqa guruhlarga mansub bo'lgan 3 tadan ortiq doridan allergiya bor dedimi, demak u dori allergiyasi bo'lmaydi. Provokatsion testni iloji boricha kichik dozada ehtiyotkorlik bilan oshirib amalga oshirish kerak. Chunki aynan anafilaktik shok xavfi bor. Bundan tashqari kichik molekulyarli dorilar, penisillindan tashqari teriga izlama qo'yishlik diagnostik ahamiyatga ega emas. Bu gap 1997-yil chiqqan kitobda aytilyapti. Hozirgi paytda biz dori allergiyasi uchun proba qo'yamiz-ku, ana shu qo'yayotgan probalarimiz unaqa haqiqiy diagnostik ahamiyatga ega emas. O'sha haqida gap ketyapti. Baribir ham biz shifokor bu narsalarni bilishimiz kerak. Molekulyar massa solish bilan allergik spektr ortishini kutishimiz mumkin. Bu dori uchun umumiy bo'lgan xususiyat. Agar dorilarning molekulyar massasi ortaversa, ularning allergik xususiyati ham ortaveradi. Asosida immunologik mexanizm bo'lsagina biz uni dori reaksiyasi deb ayta olamiz. Agar asosida allergologik immunologik mexanizm bo'lmasa, biz uni hech qachon dori allergiyasi demaymiz. Bu slayd nimaga atalgan? Ko'pchilik o'ylaydiki, dori ichdi, doridan keyingi bo'lgan kutilgan har qanday holat bu dori allergiyasi, bu yoqda allergik reaksiya ketyapti. Shunga o'xshash noto'g'ri fikrlar bor. O'shaning uchun bir ikkita qo'shimchalar qildim. Steven Johnson sindromida iloji boricha tezroq aybdor preparatni to'xtatish kerak va katta dozada GKSni qo'llashlik kerak degan fikr bor. Bu yoqda ham uchonlar ikkita guruhga bo'linadi. Ba'zilar aytadi GKSlarning foydasi yo'q deydi, ba'zilar foydasi bor deydi. Lekin bitta narsani hisobga olamiz. Bizning sharoitda, bizning bemorlar uchun GKS effekti juda ham yaxshi. Mahalliy anestetiklar immunoglobulin Yga xos spetsifik antitela tipida allergik reaksiya chaqirmaydi. Shuning uchun prik test yoki teri sinamasi ko'pincha yolg'on musbat javob beradi. Ana shu joyga ham ahamiyat berishimiz kerak. Mana bu bemor ahamiyat beryapsizlar, mana orqa tarafida nekrolis bulalarni ko'ryapmiz. Bu haqiqiy Layela sindromining ko'rinishi. Endi ko'ryapti, cho'tki. Ko'ryapti. Mana bu yerda allergik reaksiyalarning tiplari berilgan. Aynan kecha mana Jahro akani qasdida ham ko'p ko'rdik bu narsani. Shuning uchun men bunga to'xtalmayman. Asosiy to'xtaladigan joyim T helper 1 tip, T helper 2 tipda kechuvchi Dress sindromlari va fiksirlangan eritema Steven Johnson sindromi. Bugun sizlar bilan gaplashadigan Steven Johnson, Layela sindromlari, dori allergiyasining variantlarida asosiy dirijor bu sitotoksik T-limfositlar bo'ladi va ulardan ishlab chiqariladigan perforin, granzin va TAS-L ligantlari ahamiyat beramiz. Toshmalarning o'ziga xos xususiyati makulopapulyos, pustulyoz va bulyoz egzantemalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yoqda yaxshi slaydlik uchun qo'ydim. Atak boshqa ma'lumotlarimiz hozir juda ham ko'p. Demak, dorilarga o'tkir toksik allergik reaksiyalar bu dori vositalariga nisbatan kuzatiladigan immunologik reaksiyalar. Ming bor uzr Nodirbek, slaydingiz o'tmay qolibdi. Bir Richard Disworth degan slaydda hali ham qotib turibdi-da. Nima qilsam bo'lardi? Shundoq kiringda prezentatsiyaga hamda keyingi knopkani bosib o'tkazing ana klavishda.
kiloveradi. Xo'p, endichi O'tdi, ha, mana endi o'tyapti. endi O'tyapti. mana shunaqa kerak ekan, F5 bo'lmas ekan. O'tda ikkitisi. Hozir aynan biza ko'rib chiqadiganimiz 4-tipda kechadigan, aynan siz toksikta limfotitlarni perforin granzimlari hisobiga ketadigan allergik reaksiyalar. Bunda asosiy toshmani o'ziga xos xususiyati makulopapulyoz va pustulyoz, bulyoz. Ana shu pustulyozga adashmasligimiz kerak. Hozirdan aytib qo'yay, Steven Jonsonda ham, Laylada ham pustula ko'radigan bo'lamiz. Pufaychalar bo'ladi, pufaychalar ichida yiringchalar bo'ladi, lekin u yiringchalarning ichi har doim toza bo'ladi. Unga antibiotik terapiya qilish kerak emas, shu joyda adashib qolmasligimiz kerak. Hali bu haqida gaplashamiz. Demak, dorilarga o'tkir toksik allergik reaksiyalar bu immunologik mexanizm hisobida bo'ladi. Endi hamma bu yoqda shifokor bo'lgani uchun unchalik ko'p to'xtalmayman. Asosiy to'xtaladigan boshqa joylarim bor. Mana bu slayd nima deyapti? Aynan epidemiologiyasi. Amaliyotga ko'p dorilarni kirib kelishi ularning nojo'ya ta'sirlarini ko'paytirib beryapti. Yatragen kasalliklarning ko'pchiligi dorilarning nojo'ya ta'siri bilan bog'liq. Ya'ni shifokor xatosi bilan bo'ladigan kasalliklarni juda ko'pchiligi aynan dorining nojo'ya ta'siri bilan bog'liq. Dorilarning nojo'ya ta'siri ko'p bo'lganligi bilan qaysidir bemorga konkret nojo'ya ta'sirini avvaldan biz aytib bera olmaymiz. Biza biseptolni, karbamazepinni, lamotriginni allergiya berishi mumkin deymiz, lekin hech qachon 100% senga allergiya beradi yoki 100% senga allergiya bermaydi deb ayta olmaymiz. Baribir ham avvaldan aytib bo'lmaydi. O'shaning uchun har doim mana shu gap esda qolishi kerak. Nojo'ya ta'sirlar statsionardagi bemorlarni 15-30% uchraydi, xirurgiyada 0,01%, terapiyada esa 0,1%. Ambulator bemorlarda esa buni hisoblash qiyin. Endi Amerikada Medfach degan anaqa bor ekan, struktura bor ekan. Любой bemor, любой dorini qabul qilgan paytida qanaqadir nojo'ya effekt bo'ladigan bo'lsa, sразу mana shu ishonch telefonlariga telefon qiladi. Men palon dorini qabul qildim, menda shunaqa reaksiya kuzatildi deb yozadi. Shu bilan anaqa qilgan ekan, statistikaga yig'gan. Endi diqqat qilamiz, biz uchun eng kerakli joyi dorilarning nojo'ya ta'sirini taxminan 6% dan 10% gacha allergik reaksiyalar hisoblanadi. Nojo'ya ta'sirlar demak bizda ikki xil bo'ladi. Bu prognozlanadigan nojo'ya ta'sir va prognozlanmaydigan nojo'ya ta'sir. Ya'ni bemor dori vositasini misol uchun bizda dejurствоda ham boshqa joyda ham juda ko'p problema bo'ladi. Bemor ceftriakson oladi, qusadi, ichib ketadi. Bu doridan allergiya berdi deb bizga olib keladi, misol uchun. Yoki bo'lmasam bir qaltiroq tutadi, titraydi, ichlarida toshma yo'q, davleniyada o'zgarish yo'q, yoki bo'lmasam yuragi o'ynab ketadi. Dorini qabul qilgandan keyin yurak o'ynash holatlarida allergik reaksiya bo'lyapti bunda deb oladi. Ana shunaqa holatlarda biz differensial diagnostika uchun dorilarning nojo'ya ta'sirlarini bilishimiz kerak. Demak, prognozlanadigan nojo'ya ta'sir bu dorini doziga bog'liq bo'lgan ta'sir. Misol uchun, kichik dozada qiladigan bo'lsak, eslarda qolsin, bu membrana protektor ishlaydi. O'rta dozada ishlaydigan bo'lsak, bronxlarni kengaytirish bo'yicha ishlaydi. Katta dozada qiladigan bo'lsak, ham yurakka pobochka berib taxikardiya chaqiradi, yoshizdan ichida bo'shashtirib yuboradi, kengaytirib yuboradi ichaklarni. Mana shunaqa pobochkalari bor. Hammaga ma'lum farmakologik ta'sir bilan bog'liq bo'lgan holat. Misol uchun, antibiotik qabul qilganda yoki bo'lmasa APF ingibitorlari. APF ingibitorlarni qabul qilgan paytda 7% odamlarda yo'tal kuzatiladi. Ana bu ham hammaga ma'lum farmakologik ta'sir hisoblanadi. Chunki APF ingibitori APF bloklab qo'ygandan keyin APF o'pkada bradikinin parchalamagandan keyin bradikinin ko'payadi-da, yo'tal paydo bo'ladi. Bu shu preparatni ma'lum effekti. Bundan tashqari NPVSlar bor. Aynan nimisillar bor. Nimisillar qonni quyultirib qo'yish xususiyati bor. Aynan aspirin boshqalar qonni suyultiradi, lekin NPVSlardan nimisil qonni quyultirib qo'yish effekti bor. O'sha trombotsitlarga ta'sir ko'rsatib. Bu ham prognozlanadigan. Yoki bo'lmasam yurak qon tomirida kengaytiradigan azot izoket bor, nitroglitserin bor. O'shalarning ta'siridan kelib chiqadigan rikoshet sindromi, ya'ni
Anaqa bo'ladigan bo'lsa, qanday tushuntirsam ekan? Tasavvur qiling, yurdagi qon tomirlar xolesteringa tiqilib ketgan. Biz nitroglitserin bergan paytimizda xolesteringa boy bo'lgan qon tomir kengaya olmaydi. Xolesterinsiz qon tomirlar kengayadi-da, asosiy qon ana shu kengaygan qon tomir bo'ylab aylanadi. Xolesterinli joyda esa qon aylanmaydi. Natijada ishemiya battar bo'ladi. Bu ham bitta farmakologik ta'sir hisoblanadi. Yoki bo'lmasam angiotenzin 2 blokatorlari, sartanlar deymiz. Ana shu sartanlar davleniyani zo'r tushiradi, zo'r effekt beradi, lekin ba'zi bir holatlarda sartanni qabul qilgan paytda birdaniga davleniya ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Chunki u angiotenzin retseptorlarida ana angiotenzin bilan anaqa-ku, nima deydi? Nima deydi? Raqobatdosh, ya'ni bitta retseptorga raqobat qiladi. Xuddi shu joyda dori preparatini retseptorga nisbatan bog'lanish xususiyati pasaygan paytida birdaniga davleniya tushish o'rniga nabrot ko'tarilib ketib qoladi. Chunki u retseptorga angiotenzin borib o'tirib oladi. Xullas, bu ana shu farmakologik ta'sir bilan bog'liq. Demak, allergologlar har bir dori preparatini ta'sir mexanizmini juda ham yaxshi bilish kerak. Chunki shu narsa rostdan ham allergiyami yoki allergiya emasligini aytib berish uchun. Keyingisi, dori qo'llanganda 80% bemorda shu holat kuzatiladigan bo'lishi. Ya'ni hozir aytayotgan narsa aynan prognozlanadigan nojo'ya ta'sir. Dorini farmakologik ta'sirdan kelib chiqqan holatda, misol uchun 10 ta bemorda 8 tasida shunaqa holat bo'lishi kerak. Ya'ni juda ko'p bemorlarda bu holat kuzatilishi kerak. Endi aynan bizga kerakli bo'lgan juda ham muammoli taraf prognozlanmaydigan nojo'ya ta'sir. Ya'ni bu dozaga bog'liq emas. Ya'ni siz bemorga 1 yedinsa qilasizmi, 100 yedinsa qilasizmi, 300 yedinsa qilasizmi, reaksiya beradigan bo'lsa, reaksiya beradi. Endi bu dozaga bog'liq emas degan joyi sporni joy, buni o'zini alohida gaplashiladi. Xo'p, demak, birinchi o'rinda dorini ko'tara olmaslik, ya'ni aynan mana shu dozaga bog'liq bo'lmagan. Dorini ko'tara olmaslik deganda aynan shu dorini metabolizmda ishtirok etadigan qanaqadir retsept yoki qanaqadir ferment organizmda tug'ma bo'lmasligi ana shu dorini ko'tara olmaslikka sababchi bo'ladi. Bunaqa bemorlar ko'p uchraydi. Misol uchun oddiy nima deydi, NPVS ichgan payt ko'ngli aynib qusadigan bemorlar bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam jigar fermentlarida MAO ingibitorlari bor, shularni ichgan paytda mazasi qochib qoladigan bemorlar bo'ladi. Bu aynan shu dorini ko'tara olmaslikka misol keltirsak bo'ladi. Uchinchi bizga kerakli bo'lgan bu allergiya, to'rtinchisi psevdoallergiya. Endi psevdoallergiya bu hammaga o'zi ma'lum, aynan semiz hujayralarning degranulyatsiyasiga sababchi bo'ladi. Allergiya haqida esa hozir sekin-sekin bir gaplashib chiqamiz. Hop. Bundan tashqari dorini dozasini oshirib olgan paytda toksik bo'lishligi, boshqa nojo'ya ta'sirlar, masalan, antihistamik preparatlarning sedativ ta'sirlari. Bu hamma uchun kerakli o'sha dimidrolni uxlatib qo'yishligi. Bular haqida endi juda ko'p ma'lumotlar bor, shuning uchun bular haqida to'xtalib o'tirmayman. Eng asosiy kerak bo'lgan joyi, qachon biz allergik reaksiya deymiz, allergik reaksiyalarning klinik kriteriyalar dori allergiyasi bo'yicha. Demak, allergik reaksiya dorining farmakologik effektiga bog'liq emas, hech qachon qaysi kechishini avvaldan aytib bo'lmaydi. Yana bitta narsani aytib qo'ying. Dori allergiyasi kecha sanab o'tgan allergik reaksiyalarimizni hamma tipida kechishi mumkin. Birinchi tip ham, ikkinchi tip ham, uchinchi tip ham, to'rtinchi tip tiplari ham hammasi bilan aralash kecha oladi. Faqatgina dori allergiyasi shunaqa. Ko'pchilik allergologlar mana televizorda, boshqa joyda shunaqa gapirib qolishadi. Allergiyada temperatura chiqmaydi degan tushuncha bor. Shu joyda ham to'g'rilash kerak. Aynan dori allergiyasida temperatura chiqadi. Boshqa allergiyalarda temperatura ko'tarilmaydi. Xo'p, idiosinkraziyadan farqli ravishda immun tizimining ishtiroki bilan kechadi. Idiosinkraziyaga hali ham to'liq ta'rif yo'q. Idiosinkraziyani hamma aytadi, shu allergiyaga o'xshash jarayon deydi. Lekin immun tizimini ishtiroki
qanchalikligi aniq emas. Allergik mexanizmni allergen spesifik antitelo yoki sensibillashgan limfositlar tasdiqlaydi. Ko'proq sensibillashgan limfositlar tasdiqlaydi. Aynan biza BAT testi deymiz, bazofil activated test deymiz. Ana shu bilan biz ko'proq tasdiqlaymiz. Lekin mana allergen spesifik antitelo bilan faqat birinchi tipda kelsagina tasdiqlashimiz mumkin. Va bu yerda ko'rsatilgan что tezkechar tipida anafilaktik shok ko'rinishi, tez qarchiq yoki bo'lmasam isitma holatlari. Sekin turida bu zardob kasalligi, Steven Johnson, gemolitik buzilishlar, buyrak zararlanishi, o'pka jigari zararlanishi, dori alergiyasidan keyingi vaskulitlar, tizimli qizil bo'richa sindromi esingizda bo'lsa, o'sha nikotinamidni qo'llanilgandan keyin qizil bo'richa sindromi paydo bo'ladi deydi, lekin o'tib ketadi u. Provokatsion test ham o'zini oqlamaydi diagnostikada, chunki provokatsion test yoki provokatsion test qildingiz, например, o'sha dorini bemorga jo'natyapmiz. Mana biologik sinama deymiz yoki tabletkani og'iz orqali berish deymiz, bu provokatsion sinama. Lekin bunga reaksiya bermasligi mumkin bemor. Agar o'sha dorini metabolik allergiya berilgan bo'lsa, misol uchun u jigarga o'tib, jigarda metabolizmga uchrab, keyin allergik reaksiya beradigan bo'lsa, biz любойchasiga provokatsion test qilganimiz bilan uni diagnostika qila olmaymiz. Ana shu ham bitta muammo. Endi kriteriyalar birinchi o'rinda dori allergiyasini hayvonlarda ham qo'llab bo'lmaydi, o'ziga xos tarafi. Reaksiyani kechuvi dorini klinik farmakologiyasiga umuman bog'liq emas. Hozir aytaman, dori allergiyasini organizmda kechuvi bu dorini molekulyar massasiga va dorini struktur formulasiga va undagi bo'sh valentliylariga bog'liq. Buning uchun ximiya kerak bizga. Dori allergiyasi kesishma dorilarni kichik dozada berganda ham kuzatiladi. Ya'ni perkussiya reaksiya haqida gap ketyapti. Ba'zan allergen spesifik antitelolar yoki T limfosit aniqlanishi doriga yoki uning metabolitiga kuzatilib qolishi mumkin. Sistemalik xarakterga ega, ya'ni uni atmay qilgandan keyin bir necha kun kerak bo'ladi simptom kechishiga. Aynan bu ham dori allergiyasini diagnostikasida juda ham muhim. Birinchi o'rinda eng shubhalangan preparatlarni biz atmay qilamiz. O'shandan keyin bemorda yaxshilanish kuzatiladi. Shunga qarab ham, misol uchun 1-2 kunda diagnoz qo'ysa bo'ladi. Eznofiliya doimiy emas. Hamma bemorda ham dori allergiya bo'lgan paytda eznofiliya ko'tarilmaydi. Ana shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Hamma tipda rivojlanishini aytdim, vaqt kerakligini ham aytdim. Ana endi sizlar bilan bugungi eng asosiy dori allergiyasining murakkab bo'lgan tiplaridan biri bu Steven Johnson va Layella sindromlari, ya'ni toksik allergik reaksiyalarning patogenezi haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda men aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa patogenezdan oldin. Mana bu toshmalarga ahamiyat bering. Har bir bosqichida toshmalarning o'ziga xosligiga ahamiyat bering. Ko'rinyapti, o'tyapti. 11-slayddaman. O'tyapti. Juda ham ahamiyat berish kerak, chunki har bir bosqich organizmga ketayotgan jarayonning og'irligi hamda yengilligini ko'rsatadigan bosqich hisoblanadi. Endi men bugun sizlar bilan sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan narsam aynan toksikodermiyalar. Birinchi boshlanishi oddiy eritematoz toshma bilan boshlanadi. Biz buni ko'p shaklli eritemalar deymiz. Juda ham ko'p eritema ko'rinishda bo'ladi. Mana men buni bizga ko'rsatib berganman Dress sindromida. Mana shu eritemalar keyinchalik ko'payib mana bunaqa bullalar va yaralar ko'rinishda bo'ladi. Agar mana bu yerda neytrofilli tipda kechadigan allergik reaksiya boya aytdim-ku, anaqa bo'ladi, lekin ichida infeksiya bo'lmaydi. Bu aseptik yiring bo'ladi deb aytdim agar esingizda bo'lsa. Ana shunaqa holatlar Steven Johnsonda ham, Layellada ham aralash kechadi. Hech qachon bitta bu bilan yoki bitta bu bilan toshmasini biz differensial diagnostika qila olmaymiz. Sabab nega bunaqa bo'ladi? Ahamiyat beramiz. Odamlar terisida mana toshmalari bor, teridagi epidermis. Epidermisda aynan dori vositasining ta'siri natijasida sodda qilib tushuntirgan. Dori bizani epiteliy hujayralarimizdagi emitsion molekulaga borib o'tirib oladi. Natijada bizani T limfositlarimiz boradi, u epiteliy hujayralarni bir boshdan o'ldirishni boshlaydi.
bir boshdan apoptoz qilishni boshlaydi. O'shani hisobiga teri ko'chishni boshlaydi. U nafaqat epidermis, balki derma qavatidagi hujayralarni ham parchalashni boshlaydi. Va aynan ikkita hujayrani orasidagi desmosomalarni ham nima qilib beradi? Parchalab beradi. O'shaning uchun Nikolsky simptomi musbat bo'ladi. Bu narsa T limfatitlarning ta'siridan kelib chiqayotgan narsa. Endi ozgina sekinlashamiz-da, ozgina joy-joyiga kelamiz. Ahamiyat bering, mana bu o'zimizning oddiy hujayramiz. Bu o'zimizning oddiy hujayramiz, mana bu apoptozga uchragandan keyingi holat. Bu hujayra nima uchun apoptozga uchraydi desa, chunki fas ligandi bor, bu o'lim ligandi deyiladi. Bu hujayraga emetsi molekulasiga dori vositasi kelib o'tirib olgandan keyin bu hujayrani antigenligi o'zgaradi va o'zimizning tabiiy toksik T limfositlarimiz keladi, bularga fas ligandini tekizib, bunda apoptoz mexanizmi nima qilib yuboradi? Yo'q yuboradi. Natijada bu hujayralar nima qilishni boshlaydi? Apoptozga uchraydi. Apoptozga uchrayotganda bitta tipida o'zi ichkarida apoptozga uchrasa, ikkinchi tipida T limfosit keladi, bunga perforin granulalarini tashiydi. Mana bu ko'rinishda ahamiyat beringlar. Mana T hujayra kelyapti, perforin granulalarini jo'natib bu hujayrani parchalayapti. Agar yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu yerda dori preparatlaridan ko'rsatib berilgan. Aynan Steven Johnsonda hozir biz juda ham ko'pchilik qo'rqadi nimagadir siklosporin ishlatishga. Siklosporin aynan T hujayralarni zo'r bloklab beradi. Ana shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Misol uchun immunoglobulinlarni ishlatishi, vena ichiga quyiladigan immunoglobulinlar bor. O'shalarni ishlatishga qo'rqishadi, chunki men juda kam ko'rganman ishlatishganini, lekin ularning effektini birdaniga bu joyda ko'rsatilgan. Etanercept bu TNF alfani, mana bu TNF alfani blokatori hisoblanadi. Eski ma'lumotlarda TNF alfani blokatorida ishlasak, Steven Johnson sindromida yaxshi effekt beradi deb aytishadi, lekin hozirgi kunda bu o'z tasdig'ini topmagan. O'rtoqlar, slaydlarim ko'p patogenezi bo'yicha va men mana bu slayd bo'yicha sizlarga tushuntirmoqchi bo'ldim. Bu shu o'zimiz yozgan kitobda o'zbekcha tarjimasi. Demak, toksikodermiyani patogenezida nima yotadi? Nima uchun butun teri shunchalik ko'chib tushadi? Nima uchun o'lim ko'rsatkichi yuqori? Birinchi variant, diqqat qilamiz, gapten va progapten nazariyasi. Bunda nima bo'ladi? Dori vositasi yoki dorini metaboliti organizmga kirgandan keyin organizmdagi oqsillar bilan bog'lanadi va bu oqsillar bilan bog'langan dori u oqsilni, demak, antigen emas, nimaga aylantirib qo'yadi? Gaptenga aylantirib qo'yadi. Keyinchalik gapten boradi, bu hujayralarni emetsi molekulasiga kelib nima qiladi? O'tirib oladi. Natijada endi bu hujayra nimaga aylandi? Begona hujayraga aylandi. Endi T hujayralar keladi, bularni nima qiladi? O'ldirib oladi. Ikkinchisi PI konsepsiyasi. Aynan Steven Johnson layerlarni genga bog'liq bo'lgan tipi ana shu PI konsepsiya bo'yicha kechadi. Ya'ni hozir gaplashamiz, mana bu Osiyo, Zelandiya, Xitoy tarafdagi bemorlarda ko'proq dori allergiyasi genetik bo'ladi. Ya'ni ularda ana shu emetsi molekulasining genetik nuqsoni hisobiga aynan karbamazepin, allopurinol yoki bisiptol preparatlar ularning emetsi molekulasi bilan bog'lana olish xususiyati bo'ladi. Ana shu patogenezm, ana shu PI konsepsiya bo'yicha ketadi. Uchinchisiga ahamiyat beramiz, o'zgartirilgan peptid. O'zgartirilgan peptid ham juda ham o'ziga xos. Ahamiyat bering, dori vositasi mana buni ichida turibdi. Bu degani dori vositasi keladi, emetsi molekulani formulasini nima qo'yadi? O'zgartirib qo'yadi. Bu joyda faqat dorini o'zi o'zgartirmaydi, balki dori boshqa oqsillar bilan bog'lanib turib, ularni ham o'zgartirishi hisobiga bo'ladi. Bu o'zgartirilgan peptid mana bu gapten anaqasidan nima deydi? Variantidan farq qiladi. Buni farqini endi o'sha variant bo'lgan paytda tushuntirishim mumkin, hattoki hozir juda unchalik chuqurlashishimiz shart emas. Prosta bilishimiz juda muhim bo'lgan joyi, dori emetsi molekulaga borib o'tirib oladi va uni o'zgartiradi. Bu bitta varianti. Ikkinchi varianti, dori emetsi molekula bilan borib birikib oladi, chunki emetsi molekulada o'sha doriga
qo'shilishga moyillik bor, genetik nuqson. O'sha dori allergiyasiga sabab sizni immunitetingiz, sizni o'zingizni genetikangiz degan gap ana shu PI konsepsiyasiga tegishli bo'ladi. Endi bu temalarni tushunish uchun MHC molekula o'zi nimaligini bitta eslatib o'tishim kerak. Chunki buni bilmasak, hop, mavzuni tushunishimiz qiyin bo'ladi. Nima uchun aynan MHC molekulaga yopishib oldik? Mayor histokomplexli kompleks bu shunaqa komplekski, hujayrani ichida sintezlanayotgan oqsilni hujayradan tashqariga olib chiqib turib, mani ichimda mana shunaqa oqsil sintezlanyapti, mana shu oqsilni sintezlayapman degan gapni gapirib beradigan va shu hujayrani pasporti hisoblanadi. Ya'ni bizani immunitet hujayralarimiz immun nadzori o'rnatish uchun har bir hujayraga borib, mana bizani T-killer hujayralarimizni o'zi maxsus T-klech retseptori yordamida har bir hujayrada bilamiz, o'zimizning hujayralarimizda MHC birinchi tip bo'ladi. Antigen prezentatsiyalovchi hujayralarda esa MHC ikkinchi tip bo'ladi. Bu boradida mana bu T-killerlar borib har bir MHC ga o'zining retseptorini tekkizib, oqsillar haqidagi ma'lumotni o'ziga ko'rsatib yuraveradi. Agar mabodo bu oqsil begona bo'ladigan bo'lsa, sizni 8 ta kellerlar joyda bularni maqib tashlaydi, hujayralarni o'ldirib tashlaydi. O'shaning uchun ham biza toksikodermiya bo'lgan holatda bemorlarda podozreniya bo'ldimi, juda ko'p eng katta xato bu faqat allergologlarning emas, boshqalarning ham eng katta xatosi gormonni kech boshlash va kichik dozada boshlash. Biza ham men ham ishim boshlagan paytimda gormonni katta dozada qilsa, katta dozada gormon qilyapti, bu u yoq yoqdirdim, lekin keyinchalik o'ylab qaraydigan bo'lsak, xavf haqiqatdan yuqori. Bemor boshida kelganida oddiy tanasida eritematoz toshmalar bilan keladi. Unaqa yara-para bo'lmaydi. 2-3 kundan keyin yara bo'lib ketib qoladi. O'shaning uchun eritematoz toshma ko'rdikmi, terida mahalliy qizish, og'riq belgilari, bu kasallikni bilasizlar, qichishish belgisi ustun emas, og'riq ustun, achishish belgisi ustun. Chunki teri kuyadi. Teri kuyadi nima bilan? Mana bu killerlar borib har bir hujayrani mana qilib maqtashar ekan, parchalab tashlaydi. O'shani hisobiga shu holat. Bu jarayonlar juda ham sekin kechar tip bo'ladi. O'shaning uchun bemorlarda gormonal terapiyani tezroq boshlash kerakligini unutmasligimiz kerak. Keyingi slaydimizda bu bemorlarni har bitta bosqichdagi holat, mana 6 ta bosqichda ketyapti. Har bir bosqichida keratinotitlarni qo'shishi, ularni o'lishi, ularni keyin qayta tiklanishi haqida ketyapti. Men bu slaydni tushuntirishdan ko'ra apoptoz mexanizmini birinchi tushuntirib olishim kerak deb o'yladim. Chunki bu jarayonlarni tushunish uchun apoptoz mexanizmini tushunib olishimiz kerak. Xo'p, apoptoz bo'lishligi uchun hujayrada ikkita shart bajariladi. Yo tashqaridan bitta hukm kelishi kerak, что bo'ldi, bu hujayra kerak emas bizga, o'lsin degan. Yo ichkaridan bo'lishi kerak. O'shaning uchun ahamiyat beringlar. This receptor extrinsic pathway deyapti, tashqi yo'ldagi o'lim retseptorlari. Bu fast degan bilan TNF retseptorlari, ya'ni tumor necrosis factor. Tumor necrosis factor mana bu TNF alfa kelib, bu hujayraga tegdimi, u hujayrani o'ldiradi. Ana shu joyga ham ahamiyat berib qo'yishimiz kerak. O'shaning uchun anaqada sitokin shturmda asosiy molekula o'shaning uchun TNF alfa hisoblanadi. Xullas, savol bo'ladi, nima uchun TNF kelib bu hujayrani o'ldirib yuboradi yoki bo'lsam nima uchun TNF aynan bunga ta'sir qiladi degan savol bor. Buni javobi aynan vaspolitsinli proses, aynan yaralanish jarayoni va bu hujayrani antigeni o'zgarishi bunga sabab bo'ladi. Dori allergiyasidagi apoptoz mexanizmi har doim tashqi yo'l bilan bo'ladi. Mana shu narsa esdan chiqmaslik kerak. Ichki yo'l bilan bo'ladigan apoptozda mitokondriya zararlanishi kerak. Bu ko'proq radiatsiyalarda, har xil toksinlar ta'sirida, har xil hujayrachidagi stresslar natijasida mitokondriyaning membranasi zararlanib, ichidagi sitoxrom S tashqariga chiqib qoladida, bu hujayraning ichidagi kaspaza fermentini faollashtirib yuboradi. Natijada bemorda apoptoz boshlanadi.
Bizani kasalligimizda esa asosiy sababchilari mana shu fasligan bilan TNF alfa. Bularning ham orasida qaysi birini roli ko'proq? TNF retseptorlarning roli ko'proqmi yoki fasliganni roli ko'proqmi deydigan bo'lsak, mana bu mexanizmni tushunsak, ertaga davolashni tushunib olamiz-da. Chunki biza ishlatadigan etanerset, ya'ni TNF alfani blokatori aynan TNF ni bloklaydi. Immunoglobulинlar, gormonlar qo'llashimiz, siklosporinlarni ishlatishimiz ular ko'proq fasligant yo'nalishida hujayralarni bloklab beradi. O'shaning uchun ularning effekti ko'proq, azizlar. Demak, apoptoz mexanizmida nima bo'ladi? Bu retseptorlar qo'zg'algandan keyin hujayraning ichida kaspaza fermenti faollashadi. Kaspaza hujayraning sitoskletini parchalashni boshlaydi. Hujayraning sitoskleti parchalangandan keyin biologiya kursida hammani esida bor. Что sitosklet hujayraning harakatini, shaklini va ichki moddalarni aylanishini ta'minlaydigan organoid hisoblanadi. U parchalangandan keyin hujayra bo'lak-bo'laklarga bo'linib, parchalanib to'kilishni boshlaydi. O'shaning uchun eritematoz tojma ko'rdingizmi, har doim GKS tezroq boshlash kerak va aybdor preparatni tezroq to'xtatish kerak. Har qanday anaqa bu podozreniyadagi anaqani dorini to'xtatish kerak. Endi ahamiyat bering. Tuberkulin sinamasi bu bizga kerak emas hozir. Dress sindromi. Dress sindromi juda ham kamdan kam holatda uchraydi. Juda ham kam uchrash anaqasi. Lekin Dress sindromini kechuvi Steven Johnsondan ancha og'irroq. Chunki qonda juda ham katta miqdorda eozinofillar chiqadi. Mana har bir hujayraning faollashiga ahamiyat berish kerak-da. Dress sindromida asosiy dirijor eozinofillar bo'ladi. Steven Johnson sindromida asosiy dirijor limfositlar bo'ladi. Mana bu AGEP deymiz. Aynan neytrofilli yallig'lanishda asosiy dirijor neytrofillar bo'ladi. Chunki neytrofillarni faollashtirib berayotgan mana bu hemakinlar va interleykin 17 ning roli bor. Aynan psoriaz bor-ku, pustulyoz psoriaz bor. Davolash juda ham murakkab. Ana shu pustulyoz psoriazni ham tegida mana shu neytrofillarning faollashishi va bularning faollashishiga sababchi bo'lgan T helper 17 lar yotadi. O'shaning metodi direct cell stimulation deyiladi. Mana hozirgi mavzuyimdagi Steven Johnson, Lyell toksik epidermal nekrolizlarda burada asosiy demak dirijor T limfositlar ekan. Ana endi boya men sizlarga aytgan ataylar slaydlarimni har xil qilib oldim, что zerikish bo'lmaydi. E'tiborda ozgina anaqa bo'ladi. Nima deydi, tortadi o'ziga. O'shaning uchun olganman. Ahamiyat bering. Clopidogrel. Biz aytamiz bemorlarga, agar aspirindan yoki bo'lmasam boshqa NPV'dan, qon suyultiradiganlardan allergiya bo'lsa, clopidogrel ichsam bo'ladi. Clopidogrel allergiya bermaydi deymiz. Lekin tiklopin bilan clopidogrel HLA B1502, HLA A0201 genlarida mutatsiya bo'lgan bemorlarda hipersensitiv reaksiyalar beradi. Ya'ni hozirgi Steven Johnsonlarni beradi. Va vankomitsin lorlar ham ishlatib qoladi ba'zan. Ahamiyat berasizlar, vankomitsin ham Dress sindromini berishi mumkin. Bunaqa sindromi Redman sindromi deymiz, ya'ni qizil odam sindromini xalq bor-ku, o'shandagi holat. Va bizning sevimli nuqtamiz bu karbamazepin. Ahamiyat beringlar. Karbamazepin agar boya tushuntirilgan PI anaqasi bo'yicha, nima deydi, konsepsiyasi bo'yicha agar bemorda 1502 agar bemorda 1502 tipida reaksiya bo'lgan bo'lsa, mutatsiya bo'lgan bo'lsa, u bemor clopidogrelga ham allergiya berishligi mumkin. Ana shu joyga ahamiyat berasizlar. Kuzatiladi. Menda bo'lgan clopidogreldan Steven Johnson bergan bemorni men ko'rganman. Metamizol, analgin 2705, agranulositoz autoimmun mexanizm. Nima uchun autoimmun mexanizm deymiz? Chunki analgin ko'proq retseptorlarga bog'lanish bor. O'shaning uchun agranulositoz chaqiradi. Rifampicin, izoniazid bu tuberkulyozda eng asosiy problema. Bu mutatsiya bo'lsa, agar mana bu HLAda albatta nima beradi? Allergik reaksiya beradi. Amoxicillinga ahamiyat beramiz.
Lamotrigine ahamiyat beramiz. Ba'zi bizada bemor kelganda hamma mana shunaqa preparatlarga allergik reaksiya bergan. Xullas davom etamiz. Endi mana bu mnogoformli eritema, mana bu Dress sindromi, mana bu toksik epidermal nekrolizni bizga vizual ko'rsatib beryapti. Чтобы именно epiteliyasida uchalovida ham epiteliyada nima bo'ladi? Ko'chish bo'ladi. Terisi ko'chib tushadi. Kechish mexanizmlari ko'rsatilgan. Mana bu ozgina qo'rqinchli joylari. Nima uchun bu slaydda men qo'yyapman? Chunki asoratlarni bilib olishimiz kerak. Ayollarda jinsiy a'zolarning obturatsiyasi, yana eng asosiysi ko'z. Juda ko'p bemorlarimizda sal qolgan ko'zi ko'r bo'lib qolishi. O'zi shunaqa asorat beradi, ko'z ko'r bo'lib qoladi. O'shaning uchun statsionarda yoki boshqa joyda yoki bemorlar kelgan paytda ko'zda qichish bormi degan savol berish kerak. Ko'zda qichish yoki shunga o'xshash holat bo'lsa, albatta ko'zga gormonal tomchilarni juda ham zudlik bilan berish kerak. Kutish kerak emas allergolog oftalmolog kelishini. Og'iz bo'shlig'ining zararlanishi, terini, oyoqlarni ko'ryapsizlar, jinsiy a'zolarni, bularni davolash, nima qilish haqida hammada ma'lumot bor. O'shaning uchun juda unchalik to'xtalmayman. Toshmalarning strukturasiga ahamiyat berishimiz kerak. Bu endi yaxshi, mana bu endi kelgan holati, bu keyin sekin-sekin yaxshi bo'lib turgan holatlarni endi keltirgan. Men aytmoqchi bo'lganim, teskarisiga ketsak bo'ladi. Mana bu birinchi reaksiya boshlangan kuni mana shunaqa holatda toshma bo'ladi. Och qizil bo'lib turadi, keyin mana bunaqa qizil bo'ladi, keyin pufecha bo'ladi. Ana shu joyni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Psevdoallergik reaksiyalar, toksik epidermal nekrolizga sababchi bo'lgan preparatlar, bularni og'zaki gaplashamiz va sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa. Mana bu sulfanilamidlarni formulasi ahamiyat beramiz. Nimalar kiradi bunga? Streptozid, norsulfazol, ingalip, sulfazin, sulfasalazin, juda ham ko'p narxlari bor. Sulfakanfakein. Hozir yana bitta moda bo'lgan preparat chiqdi, paramida benzokislota. O'zini shunday dori qilib ichishyapti. Bular hammasi navokainlar bilan perikrostniy reaksiya beradi. Bundan tashqari yana shu joyda aytib o'tishim kerak bo'lgan joyi, agar streptozidga allergiya mana bu amino guruh hisobiga bo'layotgan bo'lsa, bu anaqalar bilan nima deydi, navokainlar bilan perikrostniy reaksiya beradi. Shu joyga ahamiyat berishimiz kerak. Biseptollar, streptozidlar furosemid bilan ham perikrostniy reaksiya beradi. Bu haqida kitoblarda ma'lumotlar bor, lekin men hech ko'rmaganman. Juda ko'p bemorlarga, aynan biseptoldan allergiya bergan bemorlarga men atelaban furosemid qilib ko'rganman. Kasallik og'irlashish holatlari bo'lmagan. Yana ahamiyat berasizlar, bu formulaga, aynan mana shu formuladan kelib chiqib, mana bu NH2 guruhi dori vositalarini NH2 guruhasi bo'lishligi, bu ikkita vodorod, mana bunaqa ikkita vodorod bog'i bor degani. Va mana bu ikkita vodorod bog'i borib turib xohlagan molekulasiga qo'shila oladi. Aynan MHC molekula bilan juda kuchli bog'lanish xususiyatiga ega. O'shani hisobidan ham sulfanilamidga juda ham ko'p allergik reaksiya beradi. Endi dori allergiyasida eng bir dolzarb, bir muammoli bo'lgan preparatlar bor. Bu penitsilin qatoridan sefalosporinlar. Ahamiyat beringlar. Mana bu asosiy penitsilin strukturasi. Mana bu G degani penitsilin, amoxilin, ampitsilin, boshqalar mana hattasi strukturasi berilgan. Mana bu yerda sefalosporinlar strukturasi berilgan. Ahamiyat berasizlar. Ikkalovi pashti bir xil, faqat sefalosporinlarning mana bu atrofda R2si bor. Ya'ni ikkinchi sintetik molekulasi bor. Endi ahamiyat beramiz. Agar bemorda penitsillinda mana bu R1 radikal hisobiga allergiya berayotgan bo'lsa, sefalosporinlarga ham allergiya beradi. Agar bemorda allergiya penitsillinga nisbatan bu R1 molekulasiga emas, mana bu yondagi molekulalarga allergiya berayotgan bo'lsa, sefalosporinlar allergiya bermaydi. Bu juda katta nuqtali joyi. Ko'pincha bemorlarda biza
misol uchun penitsilin oladi-yu, ampitsilin ololmaydi. Ampitsilin oladi-yu, misol uchun seftriakson allergiya beradi-yu, sefazalin allergiya bermaydi. Shunaqa joyda voy ular bitta oilaga kiradi-yu, reaksiya berish kerak edi degan savollar bo'lib qolsa, mana bu o'shalarga javoblar hisoblanadi. Endi mana bu yoqda cefaltaksin, sefdinir, seftriakson, ceftazidimlarni mana bu R2sidagi o'zgarishlarni mana bu yoqda bizga kiritib ko'rsatib bergan. Ya'ni odatdan misol uchun bular bir-biri bilan agar R2 molekulasini hisobiga agar allergiya beradigan bo'lsa, bir-biri bilan perikroz reaksiya bermasligini ko'rsatgan. Xo'p, xulosa qiladigan bo'lsam, bu joyiga chalkashlik juda ham ko'p. O'shaning uchun iloji boricha bemorlarga tushuntirayotganda to'g'ri tushunchada berish kerak, чтобы molekularni ikki xil qismi borligi, ba'zan unisi, ba'zan bunisi allergiya berib qolishligi. Chunki bemorlarning orasidagi anaqa ko'pda, nedorazumeniya ko'p. U bemorga, u doktorga bordim, bunaqa dedi, bu doktorga bordim, bunaqa dedi, u buni atmen qildi, bu buni atmen qildi. Kecha keldi bemor mana oldimga, seftriaksonga allergiya bergan, sefipimga allergiya bergan, penitsilonga allergiya bergan, lekin ampitsilin sulfaktamga allergiya bermagan. Javob mana shu yerda. Endi albatta Steven Johnson sindromini va Layella sindromini klinik ko'rinishini aytib o'tmasam bo'lmaydi. Hamma o'zi vrach, shunga ham aytishga qaror qildim. Programmal davr 1-3 kun. Bemor dori preparatini ichib yuraveradi. Kasallik belgilari xuddi shamollashga o'xshab ketadi. Isitma, tomoq og'rig'i, yo'tal, umumiy holsizlikdan boshlanadi. Xuddi virus infeksiyaga o'xshab boshlanadi. Mana shu joyda juda ko'p shifokorlarda adashib qoladi. Juda ko'p sudebniy ishlar, juda ko'p shtraflarni boshlanishi mana shu joyda bo'ladi. O'shaning uchun bemorlarga har doim boshqa vrachlarga ham har doim buni tushuntirib o'tish kerak, чтобы bemorlarda allergik reaksiya, именно вот bisiptol, именно вот NPVslar, именно alloprinollar, именно karbamazepinlar ko'p beradigan. Toshmalarning o'ziga xosligi. Birinchi toshma har doim eritematoz boshlanadi. Har doim eritema bo'ladi. Eritema qanaqa toshma? Eritema paydo bo'lishiga sabab bu qon tomir devorida immunokomplekslarning paydo bo'lishi, qon tomir devoridagi dori preparatini epiteliyni zararlash hisobiga va T limfositlar o'sha qon tomir devoridagi epiteliylarni zararlash hisobiga eritematoz toshmalar bo'ladi. Dermatologiyada bizga buni kapillyar qon tomirlarining zararlanishidan eritematoz toshmalar paydo bo'ladi deydi. Eritematoz toshma keyinchalik papulaga o'tadi. Ya'ni uning ichida o'sha tugunchalar, keyinchalik esa pufaychalar paydo bo'ladi. Pufakali kichkina toshmalar bo'ladi. Keyinchalik ular kattalashishni boshlaydi va ular bullaga aylanib ketishi mumkin va Nikolskiy simptomi musbat bo'ladi. Bu eng asosiy diagnostik kriteriy hisoblanadi. Qavarchiq toksikodermiya uchun xos toshma elementi emas. Chunki qavarchiq bo'lishi uchun qon tomirlarining juda ham kuchli kengayishi, u yerda gistamin va bradikininning roli bor. Bu yerda aynan toksikodermiyalarda bularning toshmalarida gistaminning hech qanaqa roli yo'q. Tushuninglar shu narsani. Aynan dori preparatini, aynan T limfositlarni ta'siridan qon tomirlarining zararlanishi yotibdi. Meningitda ham xuddi shunaqa. Hozir meningit chiqdi, stakan simptomi deyapti. Toshmalari meningitda ham eritematoz. Eritematoz toshma bilan meningitdagi eritematoz toshmaning diagnostikasi bor. O'sha stakan simptomi shu yerda ham ishlaydi. Agar meningitda shunda toshmasini bosib ko'radigan bo'lsak, rangi o'zgarmaydi. Bu toksikodermiyada esa o'zgaradi. Bu ham o'ziga yarasha sabablari mavjud. Xo'p, zerikib qolmayapsizlarmi? Endi terini zararlanish, ya'ni Steven Johnsonni, Averland sindromi, epidermal nekrolizni farqlarini biz aytib olishimiz kerak. Teri agar 10% dan past zararlangan bo'lsa, Steven Johnson deymiz. Bilamiz, bitta kap 1% bo'ladi. O'sha bilan hisoblanaveradi. Og'iz bo'shlig'i, ko'z konnektivasi, genital sohalar, Layella sindromida esa 30% dan baland. Shu bitta zo'r savol bor.
Nima uchun Stiven Jonson sindromida aynan og'iz bo'shlig'i bilan jinsiy a'zo zararlanadi degan savol bor. Buni sizlarga berib turaman. Qani darsdan keyin bitta hisobini aytasizlarmi yo'qmi ko'ramiz. Mana bu Skorton bo'yicha talab o'zi statsionarda mana hamma bu yoqda allergolog. Stiven Jonsonda bitta muammo bor. Puls terapiya qilamiz, dorisi ozgina qimmat. Bemorlarga tushuntirish yoki boshqa narsa problema bo'ladi. O'sha payt eng zo'r shpargalka sizlarga Skorton bo'lsin. Bu eskisi 2019, mana bu yangisi. Prosta bemorga aytish kerak. Sizda holat dori allergiya bergan. Ahamiyat bering. Agar bemorda yosh 40 yoshdan katta bo'lsa, o'sha bir ball qo'yasiz. Rak kasalliklari bo'lsa yana bir ball qo'yasiz. Yurak urishi 120 dan baland bo'lsa 1 ball qo'yasiz. Shuni o'zi 3 ball bo'ldimi? 3 ball yig'ilgan bo'lsa Skorton bo'yicha bemor o'lim ko'rsatkichi 35% bo'ladi. Ya'ni o'lim ko'rsatkichi bu kasallikda juda ham yuqori. Yana qo'shamiz epidermal ajralish, ya'ni terini zararlanish sohasi 10% dan baland bo'lsa, yana bir ball qo'yasiz. Qondagi karbamid, ya'ni mochevinani miqdorini tekshirish kerak. O'shaning uchun bemorlar kelgan paytda biza polni bioximiya qilishimiz shart, chunki sistemik zararlanish bo'ladi. Mochevina kreatinini ko'tarilishi ham bu ham bir ball qo'shadi. Qondagi bikarbonatlarning miqdorini ko'tarilishi ham bir ball bo'ladi va qondagi qand miqdorini ko'tarilishi ham bir ball bo'ladi. Bizada allergiya sentrida yotadigan bemorlarning 90% 40 yoshdan katta safar bo'ladi. Obyektsion zararlanish o'chog'i 30% dan 10% dan yuqori bo'ladi. Точно. Kamida 3 balli, 4 balli bemorlar yotadi. Kamida har doim men ko'rganimda har doim shunaqa bo'lgan. Qarang, sahari bor, qarang, davleniyasi bor, qarang, buyrak yetishmovchiligi, bemorlarimizning altastilari 500-600 ga ko'tarilib ketgan. Mochevina kreatini 150 bo'lib ketgan, mochevinalari 30-40 bo'lib ketgan bemorlar ham bor. Bunda qarang, unaqa bemorlar komaga tushib qolish kerak. Unaqa bemorlar dializga tushib qolish kerak deysiz-ku, lekin imенно dori allergiyasida unaqa holatda biz kuzatmaymiz. O'shaning uchun bemorlarni ko'rayotganda aynan mana shu shkala bizning yordamchimiz, eng asosiy shkalamiz. Bu narsaga juda ham qattiq qarashimiz kerak. Agar 4 ball beradigan bo'lsangiz, tasavvur qiling 58%. 5 balldan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'lim ko'rsatkichi 90% dan yuqori. Bu juda ham qo'rqinchli ko'rsatkichlar. Shuning uchun historiya bolezn yozayotganda, boshqa qilayotganda Skorton bo'yicha ball faloncha deb ketilsa, bu har doim o'zimiz uchun anaqa bo'ladi. Nima deydi? Strafovka bo'ladi. Xavf omillari nima sababdan dori allergiyasi bo'ladi? Nima sababdan bunaqa sindrom bo'ladi desa, birinchi o'rinda bu genetik predpozitsiya, ya'ni genetik moyillik, afiliani problemasi. Ikkinchisi bu doktor aybi bilan bo'ladigan narsa, ko'p marta dori qabul qilish. Aynan bitta dorini, ahamiyat beringlar, bitta dorini uzoq vaqt qo'llashlik va tez qo'llashlik dori allergiyasini xavfini oshiradi, eshitdi bo'lsin. Shuning uchun dori vositalarini katta dozada 2-3 kun beriladi yoki bo'lmasa kerakli dozada kamroq kun. Qancha ko'p vaqt ichiladigan bo'lsa, uni allergiya berish ehtimoli shunchalik ortadi. Bu birinchisi. Bundan tashqari ham aytishimiz kerak bo'lgan narsa bemordagi virusli infeksiyalar. Aynan Epstein-Barr, aynan sitomegalovirus hujayrani MHC molekulasini o'zgartirganligi hisobiga dori allergiyasiga moyillik bemorlarda oshib ketib qoladi. O'shaning uchun gepatit B bo'lgan bemorlarda albatta ko'rib qolasizlar. Oitis bo'lgan bemorlarda lekin bu reaksiyalar bo'lmaydi. Shuni ham aytib qo'ying. Agar og'ir oitis bo'lgan bo'lsa, kuzatmaysizlar. Diagnostikasi va boshqarilishi. Endi bu oxirgi aniqlarim, slaydlarim. Diagnostikasi nima? Birinchi o'rinda klinik anamnestik savol-javob bilan diagnoz qo'yamiz bunga. Bunaqa bioximiya o'zgarishi, immunoglobulin genini ko'rishi, ALT, bilirubin, shilishniy fosfataza, mochevina kreatinin, ekstraktiv belok, ular hech qaysi spesifik emas bunga. Stiven Jonsonda spesifik bo'lgan sitokinlar bu interleykin 15, interleykin 22, interleykin 17,
Bundan tashqari bazafil activity test, yana boshqa testlari bor. Ana shular eng asosiy anaqa hisoblanadi. Nima deydi? Diagnostik kriteriya hisoblanadi. Anaqa T hujayra testlari degani o'shaga kiradi. Lekin mana spesifik immunoglobulin testlari bular uchun spesifik emas. Va genetik tekshiruv spesifik hisoblanadi. Endi genetik tekshiruv juda ham qimmatligi uchun bizada qilinishi kam. Davolashdan oldin ham slaydni ko'rsatib qo'ying. Hammaga ko'rinyapti. Davolash haqida gaplashamiz, chunki uni alohida yozib qanaqadir bir slayd ko'rinishda qilgim kelmadi. Xo'p, davolashda birinchi o'rinda Fransiyani protokolini, Hindistonni protokolini, Angliyani protokolini, Amerikani protokolini, Rossiyani protokolini ochib ko'radigan bo'lsak, aynan Steven Jonson bilan Layellani davolashda hech qaysida umumiylik yo'q. Hammasi har xil gap aytadi. Biz ham mana bu narsani qo'llab ko'rdik, bizga bu effekt berdi. Juda ko'p olimlar, даже 20 talab olim professorlar fikrlari keltirilgan joylar ham bor. Bittasi shunday turadi, mangi kreslani ishlatish umuman tarafdor emasman deydi. Bittasi aytadi, mangi kresladan foyda topganman deydi. Xullas, problema buni davolashda juda ham ko'p. Hatto shu aytib o'tishim kerak, toshmaga anaqa qilish uchun, ishlov berish uchun oddiy banandan ham foydalanish holatlari bo'lgan ekan. Hindiston shunaqa yozgan. Biza toshmalarni yaxshilash uchun unga bananni yopishtirib qo'ydik, shundan bemor yaxshi bo'ldi degan joyi bor. Demak, bizani holatda prednizolon bilan davolash bemorni kilosiga qarab turib 1 mg/kg-dan 5 mg/kg-ga qo'yib turib prednizolon bilan davolasa bo'ladi. Prednizolonni o'zi bilan kurs terapiya ham qilsa bo'ladi. Birdaniga 200, birdaniga 240 mg prednizolon bilan kurs terapiya qilsa bo'ladi. Deksametazon bilan ham kurs terapiya qilsa bo'ladi. Deksametazonni o'zi обычный dozasi 0,1 mg/kg-dan 0,5 mg/kg ishlatilinadi. Har doim gormonlarni obedgacha qo'llash kerak. Steven Jonson sindromida ertalab har doim gormonal terapiya, obeddan keyin dezintoxikatsion terapiya. Ana shunda zo'r effekt olasizlar. Men o'zim juda ko'p effektini ko'rganman. Kitobda ham xuddi shu narsa yozilgan. Puls terapiya, metil prednizolon bilan puls terapiya qilish, bu ham 1-2 mg/kg. Ahamiyat beringlar. Biza puls terapiyani ming-mingdan qilamiz. O'sha yerda qilayotgan ming o'zi aslida ozgina ko'proq doza ham hisoblanadi. Bu gormonlarni qo'llashlik. Men prednizolon, deksametazon va metil prednizolonni aytdim. Dermatologiya diprospan ishlatadi. Diprospan ishlatish xato hisoblanadi, chunki u sekin ta'sir qiladi. Biz o'zimizni klinikani yashirib qo'yadi. Kasallik keyinchalik yana rivojlanib kelishligi mumkin. Shuning uchun uni ishlatish tavsiya qilinmaydi. Keyingisi immunoglobulin. Venaga yuboriladigan voluntarivenniy immunoglobulin. Hozir boyadan beri qilyapman, esimga kelmayapti. Preparatning nomi. Odamni tabiiy immunoglobulin G1 va G3, G4 larni aralashmasi hisoblanadi. Uni ham quyish effekt beradi. Uchinchisi siklosporinni ishlatish. Siklosporinni ishlatish 3 mg/kg, 3-5 mg/kg ishlatilinadi. Bir hafta ishlatilinadi siklosporin. Bu yana bittasi. Metotrexat ham ishlatilinadi, lekin ko'proq siklosporin ishlatganimizda to'g'riroq bo'ladi. Steven Jonson sindromini davolashda o'zimiz uchun bitta zo'r algoritm. Bemor keldimi, iloji boricha tezroq gormon qilib, tezroq anaqa qilish kerak. Plazmaparez qilish kerak. Undan keyin lecheniyalar hammasi davom etaveradi. Polipragmaziyadan ehtiyot bo'lish kerak. Dori allergiyasida iloji boricha bitta gormon, bitta dezintoxikatsion terapiya qilasiz, bo'ldi. Quruq hidrotorni o'zini quyib qo'yishdan bo'ldi. Bemor tez-tez siyib turish kerak. Antigistamin preparatlar qo'llaniladi, holatiga qarab turib, teriga mahalliy mazlar qo'llaniladi. Juda ko'p allergologlarimizda xato bo'ladi. Teriga mahalliy mazlardan faqat glikosidlarni o'zini berib qo'yishlik. Steven Jonson layellalarda yara bo'lib o'tdi, eroziya bo'lgan paytda ikkilamchi infeksiya albatta qo'shiladi. O'zi
Lil ham Alan Lil shuni kashf qilgan odamni aytyapman. Hindistonda tug'ilgan o'zi. Aynan ana shu bulardagi stafilokoklarni, bulardagi streptokoklarni o'rgangan olim hisoblanadi. O'shaning uchun ikkilamchi infeksiya albatta bo'ladi. O'shaning uchun antibiotika bor bo'lgan mazdadan qo'llashingizni tavsiya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. 1 soatga mo'ljalladim. Tezroq gapirdim, qisqaroq gapirdim, chunki hamma bu yoqda o'zi vrach. Menimcha biron kamchilik bo'lsa, biron savollar bo'lsa, marhamat so'rashinglar, savol yoki takliflar eshitaman va javob bera olaman. Ma'ruzangiz uchun rahmat Nodirbek, salomat bo'ling, baraka toping. Davolash bo'yicha agar kimdadir nimadir savol bo'lsa, marhamat, chunki bu yerda hech kim anaqa emas, student emas, o'shaning uchun men именно hammani xayolida bor deb u joyini qo'shmadim, чтобы ozgina suhbat qilaylik degan ma'noda men qo'shmagandim. Assalomu alaykum. Nodir aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukur. Assalomu alaykum. Nodir aka, shu bitta qiziqtirgan joyi mana bu qondagi qand miqdori oshib ketadi-yu. Shunda biza metronidazolon bersak, yana ko'tarib yubormaydimi? Shunga insulin ham qo'shishimiz kerakmi, yo'qmi? Ana shu ham Steven Jonsonda juda ham katta problema. Chunki juda ko'p o'zi uncha bemor toksidermiya bo'lmaydi. Albatta yo bo'ladi sahari bo'ladi bu bemorlarni, yo albatta давленияsi bo'ladi, kamida 10 ta dori ichib keladi. Bularni davolashda o'sha murakkablik shu yerda. Siz sahar ko'tarish bo'yicha aytib qo'ying, deksametazon chempion hisoblanadi. Sahari bor bemorlarga deksametazon qilsangiz juda ham yomon ko'taradi. Metil prednizolon bilan prednizolon juda ham og'ir ko'tarib olmaydi. Lekin protokol bo'yicha mabodo saharli bemor bo'ladigan bo'lsa, insulinning dozasini ham oshirasiz. Bemalol qo'rqmasdan gormonni qilasiz, insulinning dozasini ham oshirishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa bitta krayni sulcha bo'ladi, 80 yoshli bemorda 500 mg metilprednizolon qilganimizda sahrlari ham joyiga tushib qoldi. Shunga hayron qoluvdik-da.